Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Men 1 noyabrdan keyin pensiya olish, hujjatlarni tekshirish, bank kartaga pul tushishi, ortiqcha to'lovlarni qaytarish va ma'lumotlar mos kelmasa to'lov kechikishi bo'yicha tartiblar ancha jiddiylashdi. Bu gap faqat yangi pensiyaga chiqayotganlarga emas. Allaqachon pensiya olayotgan otaxon onaxonlarimizga ham tegishli. Agar hujjatda bitta xato bo'lsa, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bank kartasiz muddati tugagan bo'lsa yoki nogironlik bo'yicha qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, pensiya vaqtida tushmasligi mumkin. Men bu videoda vahima qilish uchun emas, aksincha sizni muammo chiqishidan oldin tayyorlab qo'yish uchun gapiryapman. Ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bugun aytadiganlarim pensionerning oilaviy byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Oldin ko'p pensionerlar pensiyani oddiy tartibda olardi. Kimdir pochta orqali, kimdir bank kartasiga, kimdir ishonchnoma orqali farzandi yoki qarindoshi yordamida. Hujjatlarda ayrim kichik tafovutlar bo'lsa ham, ko'pincha masala joyida sekinlik bilan hal qilinardi. Masalan, pasportdagi familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan, mehnat daftarchasidagi sana noaniq, yashash manzili eski ko'rsatilgan bo'lsa ham, odam pensiyasini olib yuraverardi. Keyinroq tekshiriladi, keyinroq to'g'lanadi degan yondashuv ko'p uchrardi. Endi esa vaziyat boshqacha. Pensiya, nafaqa boshqa ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar turli idoralar bazalari orqali solishtirilmoqda. Ya'ni pensionerning pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank hisob raqami, ish staji, nogironlik muddati, tiriklik holati, vafot etganlik yozuvi, chet elga chiqib ketganlik holati, hatto ayrim hollarda ish bilan bandlik ma'lumoti ham elektron tizimlarda tekshiriladi. Tizimda mos kelmaslik chiqsa, inson aybdor bo'lmasa ham to'lov kechikishi yoki vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Avval pensionerning asosiy vazifasi pensiya tayinlangandan keyin uni olish edi. Endi esa pensioner yoki uning farzandlari ma'lumotlar to'g'ri yuritilayotganini ham nazorat qilish kerak. Bu ayniqsa yoshi katta, telefondan yaxshi foydalana olmaydigan, banka yoki davlat xizmatlari markaziga borishga qiynaladigan odamlar uchun noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun bugungi mavzu hayot oldingidek bo'lmaydi degan darajada jiddiy. Endi beparvolik qimmatga tushishi mumkin. Asosiy qism 1. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar hozircha tinch bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda hujjatlarda farq bor pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, pasportda ism Abdulla deb yozilgan, mehnat daftarchasida esa Abdulla bo'lib qolgan yoki tug'ilgan sana pasportda 1970-yil 12 mart, eski hujjatda esa 1970-yil 21 mart. Bunday holatda tizim odamni bir xil shaxs sifatida ko'rmasligi mumkin. Bu darhol pensiya bekor bo'ladi degan emas, lekin aniqlashtirish talab qilinadi. Agar odam vaqtida bormasa, to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh bank kartasi bilan muammosi borlar. Ko'p pensionerlar pensiyani kartaga oladi. Karta muddati tugasa, karta bloklangan bo'lsa, pin kod unutilgan bo'lsa, hisob raqami yopilgan bo'lsa yoki pensioner eski kartani ishlatmay qo'ygan bo'lsa, pul jo'natilgan bo'lsa ham amalda foydalanish qiyinlashadi. Masalan, bir onaxon 1.200.000 so'm pensiya oladi. Karta muddati 10 noyabrda tugagan. 21 noyabrdan keyingi to'lov davrida pensiya tushishi kerak, lekin karta faol emas. Natijada onaxon dorisini olish uchun farzandiga qarab qoladi. Muammo pensiya yo'qligida emas, bank ma'lumoti yangilanmaganda. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Agar nogironlik muddati vaqtinchalik belgilangan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish sanasini o'tkazib yubormaslik kerak. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik bo'yicha 900.000 so'm atrofida nafaqa oladi. Lekin uning qayta ko'rik muddati 5 noyabrda tugaydi. U keyin boraman deb 20 noyabrgacha yuradi. Tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinadi. To'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin hujjatni tiklab orqadan to'lab berish masalasi alohida ko'rib chiqiladi. Ammo shu o'rda oilada pul yetishmovchiligi paydo bo'ladi. 4-guruh ishlayotgan pensionerlar. Men bu yerda alohida tushuntiraman. Pensiya yoshiga yetgan odamning ishlashi o'z-o'zidan muammo emas. Ko'plab pensionerlar ishlaydi, qo'shimcha daromad topadi. Lekin ayrim turdagi to'lovlar, ustamalar yoki ijtimoiy yordamlar uchun bandlik holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar inson o'zini ishlamayman deb ko'rsatib,
aslida rasmiy ishlayotgan bo'lsa, keyinchalik ortiqcha to'lov hisoblanishi mumkin. Masalan, bir kishi pensiyadan tashqari kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam oladi. Lekin shu paytda rasmiy ish haqi ham bor. Tizimlar solishtirilganda bu aniqlansa, sizga falon oylar uchun ortiqcha to'langan deyishlari mumkin. 5-guruh ishonchnoma orqali pensiya oluvchilar. Ba'zi pensionerlar yotib qolgan, ba'zilari qishloqda, ba'zilari farzandining uyida yashaydi. Ularning pensiyasini farzandi yoki qarindosh ishonchnoma orqali oladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnoma muddati, notarial rasmiylashtirilishi, pensionerning tirikligi va roziligi bo'yicha talablar bajarilishi shart. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pulni bermasligi mumkin. Bu yerda ham pul yo'qoldi emas, huquqiy asos tugadi degan masala chiqadi. Endi kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar sizning pasportingiz yangilangan, bank kartangiz faol, yashash manzilingiz to'g'ri, pensiyangiz har oy muntazam tushyapti, nogironlik yoki qo'shimcha to'lov muddati bilan bog'liq muammo yo'q, ish stajingiz bo'yicha nizoli holat yo'q bo'lsa, keskin xavotirga asos kam. Lekin men baribir har bir pensionerga yiliga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki xatosiz qilmagan bo'lishingiz mumkin, lekin oqibatini siz ko'rasiz. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi Otaxon 20.107 ming so'm pensiya oladi. U eski pasportdan ID kartaga o'tgan, lekin bankda ma'lumotini yangilamagan. Pensiya jamg'armasi tizimida yangi hujjat. Bankda esa eski pasport ma'lumoti turibdi. To'lov kuni kelganda bankda identifikatsiya muammosi chiqadi. Otaxon kassaga boradi, lekin xodim ma'lumotingizni yangilashingiz kerak dedi. U bir kun banka, bir kun davlat xizmatlari markaziga, yana bir kun pensiya bo'limiga boradi. Agar buni oldindan qilganida 3 kun sarson bo'lmas edi. Ikkinchi misol, Samarqanddagi onaxon boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Uning farzandi o'qishni tugatgan, lekin o'qish holati bo'yicha ma'lumot vaqtida yangilanmagan. Tizimda shaxs endi to'lov olish shartiga mos kelmaydi deb chiqadi. Agar to'lov davom etgan bo'lsa, keyin ortiqcha to'lov deb qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkin. Masalan, 6 oy davomida har oy 600 ming so'mdan to'langan bo'lsa, jami 3.600.000 so'm masala bo'ladi. Bu pulni bir kunda qaytarish ko'pchilik oilaga og'ir. Uchinchi misol, Qashqadaryoda pensioner onaxon pensiyasini o'g'li kartadan yechib berib yuradi. Onaxon kartani o'zi ishlatmaydi. Bir kuni telefoniga shubhali qo'ng'iroq keladi. Kartangiz blok bo'ladi, kodni ayting deyishadi. U kodni aytadi. Kartadagi 1 million so'm yechib olinadi. Bu ham yangi davrning xavfi. Pensiya bank kartaga tushishi qulay, lekin firibgarlar ham aynan pensionerlarni nishonga oladi. Shuning uchun men har doim aytaman. Hech kimga SMS kod, karta raqami, PIN kod, ilova parolini aytmang. Hatto u o'zini bank xodimi, pensiya bo'limi xodimi, mahalla vakili deb tanishtirsa ham. Birinchi nozik masala, pensiya to'xtatilsa. Bu har doim ham butunlay bekor qilindi degani emas. Ko'pincha to'lov vaqtincha ushlab turiladi, sababi aniqlashtiriladi, hujjat to'g'rilangach qayta tiklanadi. Lekin farq shundaki, oddiy odam uchun kechikish ham katta muammo. Doriga pul kerak, kommunal to'lov bor, oziq-ovqat kerak. Shuning uchun keyin hal bo'ladi deb o'tirish emas. Birinchi kundanoq sababini aniqlash kerak. Ikkinchi nozik masala ortiqcha to'lov. Ba'zi odamlar agar davlat to'lasa, demak menga tegishli deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Agar to'lov hujjatdagi xato, noto'g'ri ma'lumot yoki shartning tugashi sababli ortiqcha berilgan bo'lsa, keyin uni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Masalan, pensioner vafot etgan, lekin qarindoshlari kartadan yana 2 oy pul yechgan. Bu juda xavfli holat. Chunki tizimlar keyin baribir solishtiriladi. Vafot sanasi aniqlanadi. Ortiqcha yechilgan pul qaytariladi. Ayrim holatda huquqiy javobgarlik masalasi ham chiqishi mumkin. Men bunday ishni hech qachon maslahat bermayman. Uchinchi nozik masala. Yashash joyi o'zgarganda xabar berish. Pensioner bir viloyatdan boshqasiga ko'chsa, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasi o'zgarsa, tegishli idoralarda ma'lumot yangilanishi kerak. Ayniqsa pochta orqali pensiya oladiganlar uchun bu muhim. Agar pensiya eski manzilga yuborilsa, odam esa boshqa joyda yashasa, pul kelmadi degan muammo chiqadi. Kartaga oladiganlar uchun ham manzil muhim bo'lishi mumkin. Chunki ayrim tekshiruv va xabarlar hududiy bo'lim orqali yuradi. 4-nozik masala ish stajini qayta hisoblash. Ba'zi pensionerlar men yana ishladim, pensiyam oshishi kerak deb o'ylaydi.
Bu holatda avtomatik oshadi deb kutmaslik kerak. Qaysi davrlar hisobga olinadi, qachon qayta hisoblash mumkin, qanday hujjat kerak. Bularni alohida tekshirtirish lozim. Masalan, bir otaxon pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil rasmiy ishladi. U 3 yil qo'shildi, demak pensiyam o'z-o'zidan ko'paydi deb yurdi. Aslida ariza berib, mehnat faoliyati va sug'urta badallari bo'yicha ma'lumotlar tekshirilishi kerak bo'lishi mumkin. Ariza bermasa, jarayon cho'ziladi. 5-nozik masala. Ayollar uchun bola parvarishi, dekret davri. Ish staji bo'yicha eski hujjatlar. Ko'p onaxonlar Sovet davrida kolxozda, korxonada ishlagan. Hujjatlar arxivda ayrimlari yo'qolgan. Agar pensiya miqdori kam hisoblangan deb o'ylasangiz, endi kech bo'ldi demang. Arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, mehnat daftarchasi, guvohlar orqali tasdiqlash imkoniyatlari bor. Lekin har bir holatda tartib boshqacha bo'ladi. Men doimo aytaman. Pensiya kam chiqdi deb shikoyat qilishdan oldin qaysi yillar hisobga olinganini, qaysi yillar tushib qolganini aniqlang. 6-nozik masala firibgarlik. 21 noyabrdan pensiyangiz oshadi. Karta raqamingizni yuboring. Yangi kompensatsiya bor. SMS kodini ayting. Sizga 2 million so'm qo'shimcha to'lov chiqdi. Oldin xizmat haqini to'lang kabi gaplar ko'payadi. Rasmiy idora hech qachon SMS kodini so'ramaydi. Plastik karta parolini so'ramaydi. Oldindan pul o'tkazing demaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, mehnat daftarchasi, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, ishonchnoma, yashash manzili ro'yxati, hammasi bir joyda tursin. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana hamma hujjatda bir xil yozilganini solishtiring. Agar bitta harf farq qilsa ham mayli demang. Bu kichik narsa keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugashini qarang. Agar yaqin oyda tugasa, bank oldindan boring. Telefon raqamingiz kartaga ulanganmi? SMS xabar ishlayaptimi? Ilovaga kirish xavfsizmi tekshiring. Agar pensionerning o'zi telefondan foydalana olmasa, ishonchli farzandi yordam bersin, lekin parollarni ko'chadagi odamga yoki begona mutaxassisga bermang. 3-qadam. Pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Mening pensiya ishimda qaysi hujjatlar bor? Bank hisobim to'g'rimi? Manzilim to'g'rimi? Qo'shimcha hujjat talab qilinmayaptimi? deb so'rang. Agar imkon bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Og'zak gap bilan chekinib qolmang. Arizada shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya to'lovi bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarim, bank rekvizitlarim va pensiya ish hujjatlarim to'g'ri yuritilayotganini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki muhrni oling. 4-qadam. Agar pensiya kechiksa, darhol sababini aniqlang. Birinchi kuni bankka qo'ng'iroq qiling yoki boring. Pul tushganmi, karta hisob bloklanmaganmi? Bankda muammo bo'lmasa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Kutib turay, balki ertaga tushar deb haftalab o'tirmang. Chunki muammo hujjatda bo'lsa, siz har kuni vaqt yo'qotasiz. 5-qadam. Nogironlik yoki boshqa muddatli to'lov bo'lsa, kalendarga qayta ko'rik sanasini yozib qo'ying. Farzandlaringizga ham ayting. Masalan, ko'rik muddati 25 dekabr bo'lsa, 1 dekabrni kutmang. Noyabr oxiridayoq tayyorgarlikni boshlang. Tibbiy hujjatlar, yo'llanma, avvalgi xulosalar, analizlar tayyor bo'lsin. Muddat o'tib ketgandan keyin yugurishdan ko'ra, oldindan harakat qilish oson. 6-qadam. Ortiqcha pul tushsa, beparvo bo'lmang. Masalan, odatda 1 million 300 ming so'm pensiya olasiz. Birdan 2 million 600 ming tushdi. Bayram ekan deb sarflamang. Sababini so'rang. Balki qayta hisob-kitob bo'lgandir. Balki 2 oylik to'lovdir, balki xatodir. Agar xato bo'lsa, keyin qaytarish og'ir bo'ladi. Men har doim moliyaviy ehtiyotkorlikni tavsiya qilaman. Tushunarsiz pulni sarflashdan oldin rasmiy tasdiq oling. 7-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga yordam berish kerak. Ko'p otaxon, onaxonlar idora eshigida yurishga uyaladi, savol berishga tortinadi. Telefon ilovasini tushunmaydi. Farzandlar oyiga bir marta bank kartasini, pensiya tushumini, kommunal qarzlarni, hujjat muddatlarini tekshirib qo'ysa, juda ko'p muammo oldi olinadi. Bu faqat pul masalasi emas, bu hurmat va mas'uliyat masalasi. Demak, 11 noyabrdan keyingi asosiy xulosa shuki,
pensiya tizimida beparvo yurish davri tugayapti. Hujjatlar, bank kartasi, manzil, nogironlik muddati, ishonchnoma, ish staji va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha hamma narsa aniq va mos bo'lishi kerak. Bu o'zgarishdan qo'rqish shart emas, lekin tayyorgarliksiz qolish xavfli. Men sizga maslahatini aniq aytaman. Bugun hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Bank kartangiz muddatini tekshiring. Ma'lumotlaringizda xato yo'qligiga ishonch hosil qiling. Kerak bo'lsa pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga bu ishda yordam bering. Sizning hududingizda pensiya kechikishi, karta muammosi yoki hujjat tekshiruvi bo'yicha holatlar bo'lganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda qilingan tekshiruv butun bir oilani katta muammodan saqlab qolishi mumkin.